40 yoshda 18 yoshdagidek ko'rinishni xohlaysizmi? Men sizga eng zo'r tabiiy, hammaga to'g'ri keladigan kollagen retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Har kuni shuni ichib yursangiz, sizda hech qanaqa ajinlar va shishlar umuman bo'lmaydi. Natijasi juda ham zo'r ekan. Juda ham kam insonlar lavlagini organizmga juda ham yaxshi yoshartirish xususiyatiga egaligini bilishmas ekan. Lavlagini tozalab to'g'rab olamiz, so'ng grafinga solamiz va ustidan qaynab turgan yarim litr suvni solamiz va ustini yopib 2-3 soatga olib qo'yamiz. 2-3 soatdan so'ng ham qaynoq emas, issiqroq bo'lgan holda 3 bo'lak limonni ketidan solamiz va bir kechaga ustini yopib olib qo'yamiz. Lavlagi kollagen yoshartirish xususiyatiga ega bo'lsa, limonni esa vitamin C si borligi hisobida bu kollagenli ichimlik organizmga tezgina ta'sir qilishiga yordam beradi. Ikkalasi birgalikda organizmdagi qon tomirlarini tozalaydi, yuz terisini yaxshilab, shamollashlarni oldini oladi. Har kuni ertalab och qoringa yoki kun davomida ichib yuriladi. Tabiiy kollagen ichimligi tayyor. Men o'zim ham har kuni shu ichimlikni ichib yurishga harakat qilaman. Tabiiy, oddiy va hammaga to'g'ri keladigan. Sizlar ham shu usulda albatta tayyorlab ichib yurishga harakat qiling. Va videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun tushunib oling. Hammaga e'tibor uchun rahmat.